Shu yerda bitta qoida borda do'stlar. Musulmon odam, musulmon shaxsiyat qoidalar bilan yashaydi. Shu qoidani yaxshi o'zlashtirib oling. Hayotingizda sizga yo'l ko'rsatadigan, to'g'rini ajratib olishingizga eng katta falsafiy qarash bo'ladi shu. Nima qoida desa, musulmon haq qayerda bo'lsa, o'shanga ergashadi. Bu haq yo'lning qoidasi. Mana shu qoida bilan yursangiz nima qilasiz? O'zingizni %100 haq demaysiz. To'xta deysiz, men undan haq chiqib qolsa olaman deysiz. To'xta deysiz, men falon narsada baribir so'rashim kerak deysiz. Siz o'ylagandan ko'ra haq bo'lgan, siz o'ylagandan ko'ra sahihroq bo'lgan yo'l uchrasa, o'shani olasiz. Haq qayerda bo'lsa, ergashasiz. Haq shaxslar bilan belgilanmaydi. Maslak bilan, manhaj bilan belgilanadi. Birinchi qoida bu. Endi ikkinchi qoida. Botil odamlarni tushgan vaziyati. O'zi bilmaydi ko'pchilik, lekin mana shu vaziyatga tushadi. U nima desa, haq men xohlagan joyda bo'lish kerak. Agar men xohlagan joyda haq bo'lmasa, qolgan hamma botil. Ana shu toifalar mana shunga o'xshagan montajlarni haqiqat bu deb ishongisi keladi. Nimaga? Haq mana shu o'zi xohlagan joyda bo'lishini xohlaydi-ku. Qarshi tarafda haq bo'lishini xohlamaydi. Bu insoniyat ikkiga bo'ladigan qoida-da bu. Bu yerda iymon, kufr masalasidan ham falsafiy qarash boshqacha narsa bu. Masalan, musulmonman deb mutaassib bo'lib, men xohlagan joyda haq bo'lish kerak degan ham shu toifaga tushadi. Kofir bo'lib, o'sha Abu Jahl, Abu Lahablar nimaga Muhammad alayhisalomga iymon keltirmagan? Bilgan-ku Rasulullohning payg'ambar ekanliklarini. Yolg'onchi emasliklarini bilgan-ku ular. To'g'rimi? 100% bilishgan. Shubhalari bo'lmagan. Payg'ambar alayhisalomning haqligida shubhalari bo'lmagan. Lekin nimaga ergashmagan? Ular xohlagan joydan chiqmaganligi uchun. Ular o'zlari nomzodlarni qo'yishgan edi. Agar payg'ambar bo'lsa Osibni Voil bo'lish kerak. Yozuv biladi, chizuv biladi, she'riyatni biladi, ziyoli, mundo, boy bolasi bor. Toifdan mana bu Hajjoj ibn Yusuf Saqafiyni bobosi ham payg'ambarlikka nomzodlarning ichida bo'lgan. Agar payg'ambar bo'lsa shu odam bo'lish kerak edi. Nimaga bu Muhammad bo'lish kerak? Muhammad haq. Lekin biz xohlagan joydan payg'ambar chiqmaganligi uchun bunga iymon keltirmaymiz deyishgan. Nagli aytishgan, nagli. Ochiqcha aytishgan. Abu Jahlga o'rtog'i kelib aytgan. Sen bilasan-ku Muhammad payg'ambarligini. Nimaga ergashmaysan deganda aytganki, biz bilan degan ularni urug'i o'rtasida har doim musobaqa bo'ladi, tortishuv bo'ladi. Ular agar birorta shoir yetishtirib chiqarsa, biz ichimizdan albatta shoir yetishtirib chiqarganmiz. Ularni oti musobaqada birinchi o'rinni olsa, biz ham shunaqa otni qayerdan bo'lsa sotib olib kelib, birinchi o'ringa qo'yganmiz. Endi to'satdan ularni urug'idan payg'ambar chiqib qoldi. Biz o'zimizdan payg'ambar chiqmaguncha unga iymon keltirmaymiz degan. Qoidani qarliligini ko'ryapsizmi? Inson psixologiyasini qanaqa shakllanganini ko'ryapsizmi? O'shaning uchun do'stlar, mana shu hozirgi hodisalar asli arzimas hodisalar. Yosh bolani o'yinchog'iga o'xshagan narsalar. Lekin siz psixologiyangizni imtihon qilib oladigan, taftish qilib oladigan hodisa. Haq qayerda bo'lsa ergashaman deng. Haq qayerda bo'lsa ergashaman deng.